Bugun biz eshitish zaifligi va uni yechimlari haqida gaplashamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda yer yuzi aholisini 6% ana shu muammodan aziyat chekadi. Xo'sh, eshitish qobiliyati zaif bo'lgan insonlar qanday qiyinchiliklarga duch keladilar? Eshitishdagi muammolarni bartaraf etish qanchalik muhim? Bugun shu va boshqa ko'pgina savollarimizga yurtimizdagi akustik eshitish markazi mutaxassislaridan javob olamiz. Assalomu alaykum. Biz suhbatimizni boshlaymiz. Ilk suhbatdoshimiz eshitish moslamalari bo'yicha mutaxassis Erkin Siddiqov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Odatda biz faqatgina yoshi katta insonlarni qulog'i uncha yaxshi eshitmaydi deb o'rganganmiz. Hayotda shuni ko'rib bilib boramiz, lekin aslida menimcha hozir hatto shu muammo ham ancha yoshargan. Sizni huzuringizga kelgan bemorlarning o'rtacha yoshi qanday? Avvalo assalomu alaykum. Bizda eshitish markazlarimizga tashrif buyuruvchi aynan bu eshitish muammolari bilan murojaat qiluvchilar qatorida ko'pincha yangi tug'ilgan chaqaloqlardan tortib to 80-90 yosharli otaxon onaxonlarimizgacha bor. Bu endi yosh kattalarda nima uchun bizga ko'proq ko'zga tashlanadi? Yosh, misol chaqaloqlarimizda yoki 50 yoshgacha bo'lgan murojaat qiluvchilarda bularga ularni misol tug'ilishdagi yoki qandaydir virusli kasalliklar tufayli yoki tan jarohatlari tufayli eshitishda muammolar kelib chiqqan bo'lsa, 50 yoshdan keyin o'zi har 4 ta odamdan bittasida eshitishda muammo paydo bo'lishni boshlaydi. 60 yoshdan keyin har 3 ta odamdan bittasida eshitishda muammo bo'lishni boshlaydi. 70 yoshlardan yuqorida har 3 ta 2 ta odamdan bittasida eshitishda muammo bo'ladi. Endi buni biz ko'pincha oldin payqamasdik. Hozirgi kunda tekshiruv natijalari, aynan audiolik tekshiruvlar ko'paygani sari biz bularni anglab payqab boryapmizki, ular o'zini eshitmasligini bizga bilintirishmagan. Ya'ni agar bitta quloqda pasayish bo'lsa, bitta quloq bilan, agar ikkita quloqda pasayish bo'lsa, lab artikulatsiya orqali bizni eshitgan va bilgan, biz ularda eshitishi pasayganligi haqida muammolar sezmaganmiz. Hozirgi kunda tekshiruvlar shu natijani ko'rsatyapti. Juda ko'p insonlarimizda bu muammo bor.